o'ylaymanki, agarki mana shu 19-asrda Chor Rossiyani armiyasi bu yoqqa kelmasdan O'rta Osiyo umuman boshqacha bir hayot ko'rishi mumkin edi. Uni hozir aytish qiyin, lekin umuman aytganda shu Chor Rossiya zabt qilgani, Amudaryo bilan aytaylik chegarani tashkil qilgani kerak bo'lsa ularni rejalari shunaqa ediki, Hind okeaniga chiqish. Petr Первыйni ham, boshqalarni ham hammasi shunday niyat bilan, shunday maqsad bilan qurishni boshlagan. Qaysi asrda? 18-asr, 19-da emas, 18-asrning boshida. Shuning uchun bolshevizm degan nimalar nima uchun O'zbekistonga keldi? Nima deganda undan oldin bizlar ularni bir nimasi bo'ldik. Nima deymiz? Qullariga aylanib qolgandik. Shu nuqtai nazardan qaraganda ko'p agar shu ko'zdan qaraydigan bo'lsak, shu tarixiy etalik voqealarni boshqacha bir tasvir qilish, to'g'rimi gap? Boshqacha qanaqadir odamlarga yetkazish va hokazo. Shu nuqtai nazardan qaraganda bizlar shu tarixni ham mana shu ko'zdan qarashimiz kerak. Tarix bu bir kunlik narsa emas. Tarixni aytaylik, nimasi oqibati bor. Tarixiy voqealarni uni sabablari ham bor. Sabablarini chuqurroq qaraydigan bo'lsak, o'zi sababi qayerda paydo bo'lgan? Bu mustamlakachilik. Unga sabab shu bo'lgan. Intilish shunday bo'lgan, to'g'rimi? Mustamlakachilik aytaylik, bu har doim nimaga olib kelgan? Qullikka olib kelgan. Qoloqlikka va umuman aytaylik odamlarni, xalqlarni ezilishiga olib kelgan. Kerak bo'lsa hayoti, umri hazon bo'lishiga olib kelgan. Va mana bunaqa qatag'onlarga olib kelgan. Shu 20-asrning boshida ham ko'p o'zbek millati ziyolilari, Mahmud Behbudiy va boshqalar o'zlari qozi bo'lar ekan. Qozi bo'lmasdan muftiy ham bo'lgan ekan. Samarqandda. Shular aytgan ekanki, bizlar tarqoq bo'lmasa ekan, ittifoq bo'lib yashaydigan bo'lsa ekan, hech kim bizlarni bosa olmasdi. Mana bu ikkinchi xulosa. Ya'ni nima uchun bizlar qul bo'lib qoldik? Nima uchun bizlar mana shunday hayotga aytaylik asrlar davomida boshimiz tushib qoldi? Nima uchun? Uni ham sababi o'zaro nizolar, o'zaro tushunmovchilik, o'zaro qarama-qarshilik va ittifoq bo'lmagan. Agarki Xivani xoni, Buxoroni amiri, Qo'qonni aytaylik xoni va o'ylaymanki, o'tdi yoqqa bog' bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Hammasi shu paytda ittifoq bo'lib, bir-biriga ko'mak berib, yelkadosh bo'lib agar harakat qiladigan bo'lsa agar, balkim voqealar boshqa bir tomonga burilib ketishi mumkin edi shu paytda.